G'iybat bo'lmasin u. Nodir hoji ham boshini yuvdi, eplolmadi. Shu issiqda kim osh yerdi? Osh ham qiladimi? Dasturxonga qovun tarozdan boshqa narsa qo'ymaydi-ya. Pas. Ne to'qqiz olgan odam bundoq restoranda yuvmaydimi? Uyga ham chaqiradimi? Pas. Pas baribir pas. Onajonisi, jonajonisi. Yaxshi keldilarmi? Tashlabadilarmi? Istanbulda tovarlar qimmat bo'lib ketibdi. Dubayga borib olib kelmoqchiman. Shuni prosta aytib qo'yay dedim. Endi bu ishlarni ustasi o'zingizsiz, onajonisi. Qayerda, nima qilish kerakligini juda ham yaxshi bilasiz. 100% ishonaman sizga. Ehtiyot bo'lib borib kelsangiz bo'ldi. Bizga kichkina bir Dubayga atirni olib qo'ysangiz bo'ldi. Dubayga zo'rda. Kelin. Shu ishingizga biz xotinni ham tortsangiz-chi? Qo'ying. Sizni xotiningiz shustr emas-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ish keladimi? Ey. Bu bizga tegishli. Mahallanda qilasan bunaqa o'yini. Kim edi bu? Qo'yaversangiz-chi. 5 oy bo'ldi eri qilmaganiga. Osib qo'yganman. Alo, Alo, qayerdasan? qayerda bo'lardim? Uydaman. Kim bor edi? Adam bilan Adela narda o'ynab o'tirishibdi. Bugun patiga borasan? Конечно, boraman. Bo'pti, soat 10 da olib ketaman. Yo'q, unda Adam uxlamagan bo'ladilar. 11 da. Bo'pti, 11 da. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi biringlar Shohruh adasizlar? Men Men Bekzod Jalilovman. Target maktabining rahbari. Men G'ulomjon Hojiyevman. Men shu uy rahbari. O'g'lingiz Shohruh bizning maktabni a'lo baholarga tugatganidan xabaringiz bormi? Bo'lsa bordir. Otasiga o'xshaydi. Kanadani Toronto universitetiga 100% grant yutib oldi. Bundan-chi xabaringiz bormi? Bo'lsa bordir. O'g'lingiz aytayaptiki, dadam baribir o'qitmaydi. Men u yerda o'qimayman deyapti. Men qarang. Endi birinchidan o'g'il o'zimizniki. O'zimiz hal qilaveraylik. Aka, o'g'lingiz o'qisin. Ey, qayerga o'qishga kirganini bilasizmi? Kanadani birinchi raqamli universitetiga kirdi. Hammaga ham nasib qilavermaydi. Pul topiladi, aka. Chet elda o'qish o'zi bo'ladimi? Bor, kel, uni yemog'i bor, ichmog'i bor, issiq suvda havo olib turish kerak. Bitta o'g'il mana bitta ko'zimiz oldida bo'lgani yaxshi-da, to'g'rimi? O'qimaydi, dunyoni olib beramidi o'qib. Hey! O'qiydi. Onasi kim aytdi? Men aytdim. Nima qiladi o'qib? Nimaga kerak o'qish? Sizga o'xshab qolmasligi uchun o'qiydi. Onasi ham oboradi deganmi? Shustri ham. O'g'limiz ham shustri. Onasiga o'xshaydi. Biz hammamiz o'zi shustri. O'qirkan. Onasiga o'xshaydi-da. Yaxshi ham onasiga o'xshar ekan.